Agar biz yorug'lik tezligida harakat qiladigan bo'lsak, masofalar biz uchun qisqarib ketadi. Masalan, CERNdagi katta Hadron Collider'da protonlar yorug'lik tezligida harakat qiladi. Ular harakatlanadigan halqa aslida 27 kilometr bo'lsa ham, protonlarning o'zidan qaraganda atigi 4 metr bo'lib ko'rinadi. Xuddi shunday, agar insoniyat yorug'lik tezligida harakatlanuvchi kema yaratib unga chiqa olsa, biz uchun masofalar qisqaradi. Masalan, Andromeda galaktikasigacha 2,5 million yillik yo'l bor. Lekin bu kemada bor yo'g'i 1 daqiqada yetib borish mumkin. Lekin hamma muammo shundaki, agar biz qaytib keladigan bo'lsak, yerda 4 million yil o'tib ketgan bo'ladi. Ya'ni biz bilgan hech kim qolmaydi. Butun jamiyat o'zgarib ketgan bo'ladi. Ehtimol insoniyatning o'zi ham yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Biz koinotni istagancha tadqiq qilishimiz mumkin, lekin uyga qaytib kelganimizda hech kim bizni kutib olmaydi. Nisbiylik nazariyasi shuni ko'rsatadiki, vaqt hamma joyda bir xil o'tmaydi va bu koinotning o'zgarmas qonunlaridan biridir.